رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugungi suhbatimizda islomdagi yuksak fazilatli axloqlarning biri islomiy xizmatlarning utuqliq, muvaffaqiyatlik bo'lish asos sabablarining biri bo'lgan bardoshlik birish haqida to'xtalamiz. Arabchadagi bardoshlik birishninki biz maqsad qilayotgan bardoshlik birishninki arabchadagi ifodalanishi as-sabr degan iboratlar ifodalanadi. Bu hukm bizning Uyg'ur hukumimiz, Uyg'ur til hukumimizda burundan sabr qilish degan iboratlar bilan so'zlar bilan ifodalanib, vaqtning o'tishiga ergashib meselelerge pas pozitsiya tutuş, yani aktif olmaslık, yoki növbetdeki pasif holatga qanoat qilish huqumiga berib qolgan ahvollarmi bor. Biz bu noktadan bu as-sabr degan kalimaning tarjima qilinish, ifodalanishda burunqi sabr qilish degan so'zni qo'llanmay bardoshlik berish degan so'zni qo'llandik. Chunki mayli Qur'ondagi tilg'alangan sabr kalimalar olsun yoki hadisda tashabbus qilinayotgan sabr qilish hukmi olsun, buning hammasi bizga da'vat qiladi. İnson hayotda duch keladigan qiyinchilik, mushkulot, bu yo'lda yurish jarayonidagi to'salg'ularga qarata bardoshlik berib atlab o'tish, oxirgi nishonga qarab uzluksiz ilgirlashni maqsad qilgan, kelgan aziyatlarga, xafliqlarga, to'salg'ularga nisbatan voysirmaslikni maqsad qilgan. Bu nuqtadan biz mushuni bakroq yorqin ifodalaydigan bardoshlik berish so'zini qana qildik, tanladik. Umar radhiyallohu anhu bu ifodani o'zining tuvandagi so'zda bunday ifodalagan: "Vajadna khayra ayshina fis sabr." Ya'ni har qanday ishga bardoshlik berib, ko'tarangi ruh bilan muomala qilgan vaqtda eng yaxshi hayot yashag'ili bo'ladi. Biz mushta his qildik. Ya'ni masalalarga nisbatan voysirash, og'irnish, yani pasif holatda qanoat qilish bu insondagi bir xil razolat, ya'ni inson turmushidagi bir xil xorliq, aziz, izzatla yashayman degan odamga nisbatan har qanday ustidan g'olib keladigan bir ruh bilan, bardoshlik bir ruh bilan yashash intayin muhim. Şoňaşqa Qur'oni Kerimde yoki hadisda bizning bu yo'lda davomlashish jarayonida uchraydigan qiyinchiliklarni alohida eskartilib, bizga sabr, ya'ni bardoshlik berish alohida tavsiya qilingan. Hatto insonning dunyoda nijotlikka erishish, oxiratda nijotlikka erishish asoslarining birisi insonning qana qilishi, bardoshlik berishi. Biz buni Allah subhanahu wa ta'ala'nınki vel asr innel insane lefi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat ve tevasav bil haq ve tevasav bis sabr degan sura asrini o'zimizga shu qilib turib suhbatimizni davom qilamiz. Amaliyotda inson tunji maxluq. Qaysi nuqtadan tunji maxluq? Sura Ahzabning 72-oyatida Allah subhanahu wa ta'ala estaizu billah inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibala fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Yani vazife elish nuqtadan inson tunji maxluq. Agar shu vazifa zimindagi biz o'tayotgan zaminni avod qilish, ziminda yashash vazifasi boshqa maxluqlarga berilsa edi, çoxum biz başqa maxluqlarga o'xshash boshqalarga bo'ysundirilgan, hele eg'ilg'i sulangan, hele qumuga sulangan, hele bir yerga ish qilib boshqalarning manfaati uchun bir maxluq bo'lgan bo'ladi agar yaratilgan bo'lsa. Ammo zimindagi asosiy vazifa insonga tutqizilgan bo'lg'achqa, zimindagi barliq shaylar insonga qana qilingan
bo'ysundirilgan, insonning manfaati uchun, foydalanish uchun yaratilgan uqum. Endi misha kelgan vaqtda inson birinchi maxluq bo'lgan ekan, inson degan nima? Bir tunishimiz kerak avval. İnsan, İmam Hasan el-Basri tunuşturup insanı, nəhayət güzel tunuşturgan, insan degen neçə gün deb tunuşturgan. Qarama inçike tərifatqa, inçike düşkəndürüşmə. İnsanı vaqt deb, insan vaqtdan başqa nəsə emas. Çünki bir gün ötsə, insanın dünyada yaşaydigan vaqti bir gün yox. Yəni insan üzlüksüz tügəvatqan bir nərsəyə oxşaydı. Xuddi bir çilek su, yoki bir qapoq su, yoki bir qachi su, yoki esib qo'ygan bir xalta qumning ostida azroq bir aqadigan, tamadigan yer bo'lib qolsa, bir eg'iz bo'lib qolsa, uzluksiz eqiyotidi, temayotidi, uning tugaydiganligi muhaqqaq-ku. İnsan ana shunday bir uqum. Shu yusidan Alloh subhanahu va taolo insonga bu dunyodagi asosiy vazifasini tunutgan surada, ya'ni sura asrida vaqt bilan qasam qilgan. Çünkü tema insan. Nişan insan. İnsan nişanlangan şu surada Allah vel asr. Vaqt bilan qasam deb turib, undan keyin nima deydi? İnsan üzlüksiz kemiyotidu. Tugushyotidi. İnnel insan lafi khus. Yani insan tugayotgan bir maxluq. Agar foizya manfaatini qarasak, insan üzlüksüz ziyan tatayotgan maxluq. Yani mesela mende 1 milyon badayli her kunliki min tugisa. Mening umumiy iqtisodiy jihatdagi ahvolimga bir baho bersa, men ziyan tatayotgan odam bo'lamdim, foydalanayotganman. Tabiiy ziyan tatayotgan. Chunki mening pulim ozlayotdi. İnsan bu noktadan hayotda üzlüksüz tugayotgan, üzlüksüz ziyan tatayotgan bir maxluq. Nimishqa? Chunki her minutning o'tishi, her soatning o'tishi insonni tugashtiradi. Xuddi bir poyizga chiqqan odam misol qilsak, poyizning muhaqqaq bir bekiti bor, to'xtaydigan. Biz poyizga chiqqan vaqtdan tortib her minut bizning oshib bekatga yaqinlashayotgan vaqtimiz bo'ladi. İnsanning umumiy ahvoli poyizga chiqib bekatga yetib borgan orliqchilik bir holat. İnsan bu şu asli. Bir vaqtning ifodasi. Vaqt uqumi inson asli. Shunga Allah subhanahu va taolo inson temisida bizga xitob qilmoqchi bo'lgan surada nima bilan qasam qildi? Vaqt bilan qasam qildiki, val asr dedi. Zaman bilan qasam, vaqt bilan qasam deb bo'lib, inson üzlüksiz qanaqadir tugayotdi deydi. Chunki dünyada insanın mengü yaşaydiganligini da'vo qiladigan bir kishi yo'q. Kim bo'lsin? Ölmeydiganligini da'vo qiladigan bir kishi yo'q, kim bo'lsin? Ya'ni o'ladigan bir muhaqqaq bir nihoyatimiz bor. Bir bekitimiz bor, berib to'xtaydigan. Undan keyin shu nuqta ini qo'sa, o'tayotgan har bir kunimizning bizni shu nuqtaga yaqinlashtirayotganligini qo'sa, masalan, oydinki inson tugayotdi. İnsan üzlüksiz kemiyotdi. İnsanı eğer bir xishdan qo'pirilgan bir binoga o'xshatsak, bir kesakdan evetilayotgan bir binoga o'xshaydi. Eng oxirgi bir kesak evatganimizda bino degan narsa qolmaydi. İnsan shunga o'xshaydi. Ya'ni bizga berilgan ya 15 ming kun, agar 60 yil yashaydigan bo'lib qolsa, ya 20 ming kun shu atrofda bir kunlar berilgan bo'ladi. İnsan shu kundan iborat, har kun o'tdi, inson tugidi. En ahirki günüz tüge vaqtda malzemenin yüzde o insan kalmaydı. Endi bu bir korkunçluk bir ifade bu. Allah subhanahu wa ta'ala bizge hitap şekilde insan tügevatıdı, insan üzlüksüz ziyan tatıvatıdı deydi. İnsanın bu ziyandın, bu veyran buluştan, bu tügeşten kurtuluş yolu var mı? Töt asasıyla insan özüne kurtulduralaydı. Nice Allah'a erişelaydı. Bu dört asas şu süredeki illa kelimesinden kintilganından dört asas. İllellezine amenu, bu birinci asas. Yani kişi hakikatini izlese, dünyada nimişki kep kaldım,
Vazifam nima? Bu dunyoning xarakteri nima? Hayot qanday o'qim? O'lim qanday o'qim? O'lgandan keyin nimalar bizni kutayotgan? Bu haqda bizni mush dunyoga akagan zot nima deydi? Deb bu nuqtalarni haqida izlanib va haqiqatni qabul qilsa va bizni yaratgan, mush dunyoni biz uchun mushta hazırlab bergan zotning bu dunyodagi yashash bizga bergan manhijini, yashash ko'rsatmasini inson qabul qilgan vaqtida birinchi asosni hazırlagan bo'ladi. Undan keyin nijoatlikqa erishish ehtimoli bor uningki. Dunyoda badalsiz ish yo'qki. Bir odam bir o'qib bir xizmatga erishish yoki bir unvon olish uchun hayotining 20 yil, 30 yil vaqtini sarf qilib, oxirida ya falani doktor yoki falani professor bo'lib bir xizmatga erishadi. Acaba kengriligi, to'g'riligi osmon zamindanmi cho'ng bo'lgan? Ko'z ko'rib boqmagan, hech kallamizga kep boqmagan nozu ne'matlar hozirlangan bir jannat badalsiz kep qoldigan ish bo'lamdi. Tayyorliqsiz kep qoldigan ish bo'lamdi. Ta'limatsiz kep qoldigan. Tabii unda bo'lmaydi. Sen güzel axloq bilan axloqlanmasan, o jannatning va dunyoning sohibi bo'lgan zotning ta'limotini uyg'unlamasan, unda oson jannatga erishadigan ish yo'q. Asli aqlli kishi kim deb bir o'qim savol so'ralsa, yuz bergan masalalar yoki atrofdagi masalalarni ziraklarcha anqirib, ishning oldi-keynini aniqlab, shu bo'yicha ish ko'rgan eng aqlli inson bo'ladi. Biz bayatning darsimizning 5-da dedik. Val asri innal insana lafi khusrinda. Mayli mu'min olsun, musulmon bo'lsin yoki kafir, dinsiz olsun, dunyoda inkor qilmaydigan bir haqiqat bor. O'simi inson uzluksiz tugushyotdi. Yani insan tugaydi, insan o'ladi. Ya 10 yildan keyin o'ladi, ya 20 yildan keyin, yoki uzun ömür berilsa 80-90 yildan keyin o'ladiganligi muhaqqaq. Bu nuqtadan insonning bir boshlanishi va oxirlashi bir nuqta bor. Buni tushungan inson cho'qim o'ylanish kerakki, inson qaysi nuqtadan boshlandi, undan ilgari nima etdi inson? Qaysi nuqtada oyoqlashdi insonning hayoti? Undan keyin nima bor? Endi bu hayoti boshlanib oxirlashgan nuqta bilan boshlanishdan ilgirki ahvol va oxirlashgandan keyingi ahvolning nima munosabati bor? Buni kishi qanaqa qilish kerak, bayqish kerak. Buni bayqay olganida inson to'xtabdi bir qilishga tegishli ish vodek turadi. Mushu birilgan, tug'ilgandan tortib dunyoga kelgandan tortib o'lgan qadar kichikkina bir vaqt, uzluksiz o'tayotgan bu vaqtning cho'qim bir hisoboti va o'xshaydi. Bu hisobotni qilishning yo'li qaysi deb bu haqda tafakkur qiladi. Bizning deyotgan illallazina amanu deganimiz shu. Shunga biz har bir qarindishimizga bu haqda xitob qilamiz. Ya'ni qarindishim, siz o'zingizning nijotligining birinchi asosi bo'lgan illallazina amanu. Bu haqda vaqt ajratib baqing. Chunki siz shuncha ishlarga vaqt ajratasiz. O'zingizning o'qishi, tijorati, yana bir narsa vaqt ajratasiz. Ammo kelgusi nijotligingiz uchun bir vaqt ajratdingizmi? Hayotda qandoq yashayman degan Allohning ko'rsatmasi haqida vaqt ajratdingizmi? Nima ishni qilsam to'g'ri, nima ishni qilsam xato, o'lgandan keyin qilgan ishlarimning natijasi, imtihon, variqim qanday chiqa, bu haqda vaqt ajratdingizmi? Mana bularni bilish esingizda bo'lsin. Mana gapim intayin muhim. Bularni bilish farqsiz holda ayol, cho'ng kichik har bir musulmon ustiga farz ayn. Farz kifoya emas, farz ayn. Har bir inson oyatda tilg'ilingan, inson iborasidan tilg'ilingan har bir inson mushnoqlarni bilmaydi. Bu farz ayn. Har bir musulmon o'zining kim tarafidan yaratilgan, dunyoga nima uchun kelgan, nima uchun yashaydi, uni kelgusida o'limdan keyin nima kutyotidi, mushnoqlarni bilishi farz ayn. Bunu bilmay qutulmaydi inson. Acaba inson o'zining hayotini saqlab qolish uchun yeyish, ichishning zarurligini tunib yeb ichidi. O'zining naslining saqlab qolish uchun to'y qilish, avlod qoldirishning zarur ekanligini bilib, shu ishlarni qiladi.
Özünün başqalarının ağızda güzel tilla bilen dastan qılыныşı üçün hər yaxşı işlarını qılıdı. Amma hisabatıga bu dünyada yaşayan qısqagina hayatının bir neticesi barmı yo'qmi? Bir sual sorgu barmı yo'qmi? Qil, qilma, vacib, farz, mubah, makruh degandek ifodalar nima ifodalar? Bu ta'limotlar qanday ta'limot? Mening hayotda qanday yashashimni talab qiladi. Bu nuqta haqida o'ylanib bakmasa bu insan tabiiyki nijoatlikqa asla va asla loyiq emas inson. Bu inson bu haqda o'ylanish kerak. Sura Shamsninki 9-10 oyatda qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Yani inson bu haqda o'zini bir qur tashrif chiqish kerak yani. En aqalli farz inson oldu bo'lsin. Hamda o top kitoblarni bilib ketishi, o ijtihodlarni bilib ketishi farzi kifoya. Uni olimlar bilsa bo'ladi, maxsus tadqiqotchilar kirsa bo'ladi uning ishiga. Ama insan o'zining kimligi, dunyoga nima uchun yaratilganligi, kim tarafidan yaratilganligi, vazifasi nima, g'oyasi nima, nima ketyapti? Aqallisi shuni bilishning o'zi farz bo'ladi. Yani bu yerda demoqchi bo'lganimiz birinchi asos insonning nijoatligini tugayotgan insonningki. Dedik ya, inson uzluksiz tugishyapti. Eng oxirgi nuqtaga kelsa tugaydi. Buni nima bilan to'liqlig'i bo'ladi? Mushu tugishishning oldini qanday og'iladi desa, buni to'liqlashning asosi, buning badali birinchisi illallazina amanu. Illallazina amanu. İnsan bu nuqtani tushunishi kerak. Allohni tushunishi kerak. Allohning ta'limotini bilish kerak. Ondan keyin endi birinchi asosini hozirlagan bo'ldi. O'zining kim ekanligini tundi, dunyoda vazifasi nima ekanligini tundi, kimning tarafidan yaratilganligini bildi, dunyoning mohiyatini tushundi, ilmning mohiyatini tushundi, ilmdan keyin ularni nima kutib turadi, qanday oldida savol so'rab qolib buni tushungandan keyinki ikkinchi asos shu tushunchasi bo'yicha vazifasini qilish. Va amilus solihat. Ya'ni insonning dunyoda yaxshilik qilish uchun yaxshi ishlarni o'zi uchun, oilasi uchun, millati uchun, dini uchun, butun jamiyat uchun yaxshilarni qilish uchun yaratilish insonning asosiy tub maqsadlaridan birisi ibodat uqumi bu. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson jinni ibodat qilish uchun yaratdim degani, o'sha hayotda butunlay yaxshi ish qilib yashash uchun. Bu yaxshi ishning ta'rifotlari hadis oyatlarning mazmuniga ko'ra eng avval o'zidan boshlanadi. Ayoli, ballari, urug' tuqqanlari, qo'lim qo'shlari, o'zining atrofidagi mahalla, jamiyat, hatto o'zining butun millati bir davlat to'pqasi, davlati masalan, mushular uchun mush to'g'ri yo'lni yeyish, to'g'ri yo'lni tashviq qilish, yaxshi ish qilish ikkinchi asos. Nijoatlikning ikkinchi asosi. Undan keyin biz bir mu'min, bir musulmon bo'lish uchun, nijoatlikdan qutulish uchun qilishga tegishli birinchi asosni o'zining xarakterini, mohiyatini bilish va shuningga ko'ra yaxshi ishlarni qilish dedi. Mu'min, musulmon 3-qadamda o'zi qilib amaliy harakati bilan o'zi tildi degan kallas e'tirof qilgan ishning amaliy tasdiqini o'rtaga chiqargandan keyingi oladigan qadam o'zi qilgan shu yaxshi ishni, shu tushunchani boshqalarga tavsiya qilish. Va tavasaw bil haqq. Muhim nuqtadan birisi bor. Namoz qanday farz bo'lgan bo'lsa, haqiqatni boshqalarga yetkazish ana shunday farz. Farz ayn, farz kifoya emas. Bizning yerdagi farz ayn, farz kifoya deganimiz farz kifoya bir qism odamlar qilsa, qolganlardan saqit turadigan. Ya'ni kasbiy odamlarni ajratsak bo'ladigan ish farz kifoya. Ammo har bir musulmon qilishga tegishli ish farz ayn. Ya'ni mening demoqchi bo'lgan nuqtam alohida diqqat qilinglar. İnsan o'zining kimligini bilish, Robbini bilish, vazifasining nima ekanligini bilish, o'lim haqida ma'lumotga erishish, o'lgandan keyin tirildiganligini, hisob jazoning borligini bilish doirasida bir narsani bilishi, tushunishi farz ayn o'g'inidek, mushu doirada boshqalarga yetkazishi ham farz ayn. Har bir odamning vazifasi bu. Bir nuqta, muhim nuqta, bilmagan narsa yetkazib olmaydi, lekin bilgan doirada. Tabiiyki bu yetkazish ayolingdan boshlanadi, do'stingdan boshlanadi, bolalaringdan boshlanadi, xizmatdoshingdan boshlanadi, saboqdoshlaringdan boshlanadi. Mana bu va tavasaw bil haqq. Her tarafta kiradi bu quluqonga.
Mescitlerde anlaysa, davet, təşviqat videolardan görürsə, məylə internetdən olsun, başqa tərəflərdən olsun, anlayan, köygən hər bir sana təsir qılğan bir yaxşı həqiqət dinə çağırdıgan hər nərsəni ətrafındagilərə yetkizиш sana nisbətən fərz eyni olur. Əmdi müşəkkəyə vaxtda bəlkə qarindaşlarımızın soruşu mümkün. Həmədəm qan, ya bu yerdə demək çoğunumuz ən çəklik dairədə, tunuyduğan dairədə. Amma məsələdə kəsbiləşiş, dəvətə məxsus vaxt ajratish, özünün bütün həyatını şuna bağışlaş, özünün bir xidməti sübutida görüş, izleniş, çonquruluş, məlumat toplaş məsələn. Özünün yəni 24 saatlik halını bu işə aylandırış, o fərz-i kifayə onunğa məxsus kişilər ajratılsa buludu. Şoňaşqa Sura Al-İmran'ın 104-cü ayətdə "Vəl-təkum minkum ummetun" bir bilib kişilər yəd'una ilal xayr. Dəvət qıldığan, yaxşılığa çağırdığan bir bilib adamlar olsun dedi. O fərz-i kifayəni qay təkrar çöndürsən, məxsus bir bilib adamlar ajratılsa, qağallardan saqtırdığan iş. Amma fərz-eyn her adamның kallısında bağ yaxşılıqni. Özü bilgen dairədə, bilmegen dairədə sözləş, bilmeytib sözləş, yəni dözək kirib qalışının asas səbəbi. Amma bilgen dairədə, çöngen dairədə və ətrafıdakı tunuşqan dairədə özünün kallısındakı dini çözlərini başqalarına yetkizиш, bu fərz eyn oludu. Hər bir adamga nisbətən. Ondan keyin 4-cü nöqtə. Necatlıqның Necatlıqqa chiqishning birinci noktasını iman etiş dedik. Yani hakikat etraf oyulmuş. İkincisi onun talebiga yarasha yaxshilarni qilish dedik. Üçüncüsü mushu change ve yaxshi ishlarni boshqalarga tashabbus qilish dedik. 4-cü nokta. Bir muhim nokta. Dünya hayatının kanuniyeti noktasidan sen qilgan her bir iş senden ma'lum derecede kuch talab qiladi. Biz bugungi darsimizningki asosiy mazmuni bu. Yani bərdaşlıq bir iş meselesi, sabır qilish meselesi bu bugün dersimizin asası məzmunu. Dünya haqqında oynanuş meyli birinci asasımız olğan. Allah haqqında oynanuş, insanın özü haqqında oynanuş, ahiret haqqında oynanuş, ölüm ve ölümün arkasını hesabat qilish işlerinin hemmesi insandan ma'lum derecede zihin talab qiladi, ma'lum derecede vaqt talab qiladi. Yaxshilarni qilish shaxsiyatchilik ruhini qayrishni talab qiladi. Masalan, shaxsiyatchilik ruhini qayrishni talab qiladi. Bu bir xil insondan ma'lum darajada himmat talab qiladigan ishlar. Masalan, aqallisi Allohninki sana farz qilgan 5 vaqt namoz desak, bomdodni issiq yotgandan turib, tong atmasda yoki sovuqlarda tahoratni elib, aldirash vaqtlarda vaqt ajratib namoz o'qish, issiq kunlarda bardaşlık ve roza tutuş mesela. Xuddi sana qattiq pul ehtiyojliq tek bir xil tuyg'u vaqtlarda pullarыңdan zakatlarını joyida ayirish, issiqni issiq demay, yiroqni yiroq demay, pul hajildim demay, haj qilib kelish asosiymi? Allah yo'lida jihad qilish, qarindoshlarning uchun yaxshilik qilish, qarindoshlarning mulozimatini qilish masalan. Bularning hammasi insondan bir narsalarni talab qiladi. Dini change'larga uchun vaqt ajratib kitob o'qishing kerak. Hatto balki zirkib qilishing mumkin. Hadislarni o'qishing kerak. Sahobalarning umumiy hayotini o'qishing kerak. Cho'nqur tafakkur qilishing kerak. Bularning hammasi sendan bardoshlik berishni, sabr talab qiladi. Ya'ni demak, Allohni tunish uchun sendan bardoshlik berish ketadi, sabr ketadi. Buyruqlarini o'rindash uchun, cheklamalardan yenish uchun, Allah tarafiga boshqalarni chaqirish uchun mushlarning hammasi sendan bardoshlik berishni talab qiladi. Boshqalarni yaxshilik tavsiya qilganingda boshqalarning masxarasiga uchraysa, yo'lini davom qilish to'g'ri keladi. Boshqalarning rad qilishiga uchraysa, chekinmasdan yo'lini davom qilish to'g'ri keladi. Boshqalarning inkoriga uchraysa, ro'ying tushib ketmasdan yo'lini davom qilish to'g'ri keladi. Mana bularning hammasi sabr. Arapçadaki sabır. Yani Uygurca'da biz azırak özgörgen şekilde düşünüp olgan sabır şu aslında. Yani bardoshlik bir şarkından çıkar. Yani bel kuvvetmeslik. İnsan nurg'un adamning g'ayvetini qilg'us kelib ketadi. O'ziga aziyat bergan kishilarning keynidan gap qilg'us kelib ketadi.
Başqalarının ayıp noqsanlarini ko'chiliqsi kelib ketadi. İnsanning mijozi bu. Ammo shularning hammani o'zini besib turib, o'zini yig'ish kerak. Güzel manzillarga, namahramlarga qarog'isi kelib ketadi. Buningdan o'zini besib turib, sabr qilib ko'zni yumish kerak. Payg'ambar alayhisalom hadisda va innar rajul la yatakallam bi kalima. İnson ba'zi so'zlarni qilib qoladi, hech parvosiz shaklda do'zaxga kirishning sababidan deydi. Til intayin muhim bir nuqta. Hayotda har ishlar o'xsharishi mumkin. Her qazo va qadarlarini kutayotgan bo'lishi mumkin. Mashina vaqasi ko'zingdan ayrilib qolish, putingdan ayrilib qolish, qo'lingdan ayrilib qolish. Mana bularning hammasi sendan Alloh qo'ygan iymoning bilan o'zingni besib olish, sabr qilishni talab qiladi. Güzel bir so'z bor. Qazo va qadarining eng yomoniga rozi bo'lish iymon darajasining yuqorisi deydigan mush shakl senda hozirlanish kerak. Yani xulosa vaqtimizda Allohni tonish, Allohning borligini, birligini, kamoliy qudrat egasi ekanligini bilish, Allohning go'zal asmo sifatlarini bilish, bularning hammasiga sabr ketadi, bardoshlik qilish ketadi. Tirishish to'g'ri keladi. Undan keyin u ta'limotlarningki qil degan ishlarini, qilma degan ishlarini, dinimizdek ko'z yumish, namahramlardan saqlash, tilingni yig'ish, mashtab ishlar. Mushlarning hammini o'zingda amillashtirishga tirishchanlik ketadi. Harmay, talmay, bardoshlik bir manqiningda. Va mushlarning hammini yana ballighu anni walau kalima imkoniyat yor bergan, bilgan doirada boshqalarga yetkazish uchun uningga yana sabr ketadi. Onun sabr ketadi masalan. Yani bardoshlik berish to'g'ri keladi. Dedik-ku, bir anglagan, masjidda anglagan bir go'zal tashviqot yoki boshqa tashviqot vositalaridan anglagan tashviqotni anglagandan keyin oilang, ayoling boshda, do'stlaring, xizmatdoshlaring, saboqdoshlaring, mushlarning orasida buni kengaytirishning o'zi sendan talab qilinayotgan buningga sabr ketadi. Payg'ambar alayhisalom dedi-ku, kishilar bir majlisda o'tirib Allah'ını eslimastin degani diniy ta'lim tarbiya bo'lmasdan o'rnidan qopdimi? Xuddi eshakning topi o'xshash o'rnidan qopdi deyish o'rindir. Sura Baqaraning 152-oyatida Alloh subhanahu va taolo fazkuruni azkurukum. Biz tafsir darsimizda bu haqda to'xtaldik. Allohni eslash degan qandoqdir? Subhanalloh, alhamdulillah, Alloh bir deyish emas, balki biz yuqori degandek Allohni tonish, Allohning ta'limotlarini tushunish, uni boshqalarga yetkazish, mana bugungi suhbatimizning asos temasi bo'lgan, nijotlikning asosi bo'lgan 4 ishni qilish Allohni eslashdir. Ana shunda Allohni eslagan vaqtda azkurkum, Alloh bizni eslaydi. Allohning bizni eslashi qanday degan vaqtimizda, yana shu tafsir darsimizga murojaat qilishni umid qilamiz qarindoshlarimizdan. Allohning bizni eslashi bizga Allohning rahmat qilishi, Allohning bizga hikmat berishi. Esan oldu bo'lsin, Allohning bergan ne'matlaridagi eng qimmatli ne'mat hikmat. Hikmat degan nima bo'lsa, donolik, ya'ni sizning ko'z nazar doirangni kengaytirish qilishi, masalalarni tushuna oladigan bir xil aql berishi masalan. Bizga qanoat berishi. Bir xil ko'nglimizga rohatlik berishi, muqimlik, bularning hammasi biz qilgan şu Allah'ını esligen degan ifodadagi, ondan keyin ma oyatdagi nijotlik uchun qilgan to'rt asosiy ishlarimizning nimasi natija sifatida Alloh bizga beradigan mukofotlar. Bir hadis keldi ya, istaqimu va lan tuhsu. To'g'ri yo'lda mangsang, yani Allohning deganini qilsang, Allohning sana beradigan atolarini sanab bo'lmaysan. Masalan, şu sabr iboratini biz Qur'oni Karimdagi shu xil shaklda tushundik, yani bardoshlik berish degan shaklda. Buning nurg'un taraflari va vaqt munosabatini tabiiy so'zlab olamiz. Oxirida masalan mana bir oyat va Sura İbrahim'ninki 46-oyatida vaqat makaru makrahum. Esanlar bo'lsin, musulmonning atrofi bütün suiqasdlar bilan hilin neyranglar bilan iniqaq degan vaqtida musulmon otlab o'tishga tegishlik to'solg'ular bilan, jafo mushaqqatlar bilan o'ralgan bo'ladi. Buning qanday chiqimiz oxirida va in tasbiru va tattaqu
degan ibora kelganlik, ya'ni sura Al Imronning 121-oyatida. Mu'minning talab qilingani nima Qur'onning talab bo'yicha desa, bardashlik berib o'tish. Allohdan qo'rqish. Ana bu inson mu'minningki g'alaba qilish uchun tutadigan birinchi omil. Shu vaqtida masala bizning qo'limizda. Alloh subhanahu va taolo ishni bizning qo'limizga beradi. Shu vaqtida biz ishning sohibi bo'lamiz, natijaning sohibi bo'lamiz, oxirgi g'alaba bizga nisb bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizga ashta ishlarda bardashlik qila oladigan, sabr qila oladigan, ishlarni oxirgacha bel qo'yib o'tmay, manga oladigan nishonga qarab uzluksiz ilgirlaydigan sabri ismidagi bu islomiy go'zal axloqni bizga bersin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.